到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Shakila Asghar。今天我们要学习的是第3单元的任务大盘点啊，任务大盘点，同学们都做完了没有啊？希望是已经做完了的啊。我们来看一下第一个选词填空，选词填空。安心，安心的个么是？xotirjam，特别那个有2种意思，一个是白，也那边是 alayda， 干净 ，pockets 啊，干净 pockets。然后呢，新房 인의， 厨房 ashkhana， 花瓶这个 longa， 墙 tam。然后呢，遮是 holatni so'zlaydigan， 颜色 rang， 当然 albatta。那好，我们来看一下，今年阿里木买了一套 bu yil olim bir yangi nima sotib oldi。那么呢是sotib olgan，我们可以说套bo'lgan那个应该是新房啊，今年阿里木买了一套新房。那什么，他可是最好的老师。那能看你个开始了的，当然 albatta u eng yaxshi muallim albatta degan narsa bo'ladi。那当然。第3个呢，还是靠自己辛苦劳动挣的钱花的。Yanıla özününki mushu emgikiga tayinib topgan pulni hajlaganda qanday bo'ladi deymiz? Xotirjam desak bo'ladi，应该是安心啊，安心。那第3题的答案应该是安心。第4个呢，妈妈在什么做饭呢？妈妈，那tamam做饭我们在哪里做？tamamda nerede etimiz？肯定是在厨房做。那么这道题的答案应该是厨房，妈妈在厨房做饭呢啊。第5个，装修工人正在刷，装修工人正在刷什么呢？刷墙啊。tam akhlavadudu， 刷墙。好，第6个呢，这些书我也用不hojati yo'q deb ishlatmayman degan vaqtimizda用不着manda qilmaymiz degan chog'da什么不着得过动词加不着啊。这些书我也用不着，你可以带回家慢慢看。bu kitoblarni men ishlatmayman， sen olib borib uyda aldırmay ko'rsang bo'ladi debdi。我喜欢深什么的衣服，那 kiyimniki深 cho'nqur desak nima bo'ladi？ nima cho'nqur？ 应该是 rang 啊， qiyiq rang， 那应该是深颜色的啊，深颜色的衣服。阿兹鼓励把家里打扫的特别ozgul uyni shundoq manda qilib tozaladi。那打扫应该是打扫的怎么样？肯定是干净啊，干净。那这个第8个的答案应该是干净。第9个呢？今年冬天太冷了。bu yilgi qish bek sovuq ekan。什么是1月份？ bo'libmi birinchi oy。bo'libmi birinchi oy degani特别是1月份下了好多雪，弟弟把什么打碎了？你们的切克瓦给的不多，肯定是花瓶。弄个年，弟弟把花瓶打碎了。好，那你做对了吗？跟着老师呢一起来读一下啊。今年阿里木买了一套新房。今年阿里木买了一套新房。那当然。他可是最好的老师。那当然，他可是最好的老师。
还是靠自己辛苦劳动挣的钱花的安心？还是靠自己辛苦劳动挣的钱花的安心？妈妈在厨房做饭呢。妈妈在厨房做饭呢。装修工人正在刷墙。装修工人正在刷墙。这些书我也用不着，你可以带回家慢慢看。这些书我也用不着，你可以带回家慢慢看。我喜欢深颜色的衣服。我喜欢深颜色的衣服。阿兹古丽把家里打扫得特别干净。阿兹古丽把家里打扫得特别干净。今年冬天太冷了，特别是1月份下了好多雪。今年冬天太冷了，特别是1月份下了好多雪。弟弟把花瓶打碎了。弟弟把花瓶打碎了。第二个连词成句，连词成句。答案jawab，看起来qarmoqqa已经allaqachon了，他知道，那就是qarmoqqa u javobini bilib bo'lganday turdi. qanday deymiz？看起来他已经知道了答案。看起来他已经知道了答案。看起来他已经知道了答案。第二个，我主意，amallan觉得意思个了些，这个好，那应该是meningcha bu yaxshi amal ekan。我觉得这个主意好。我觉得这个主意好。第三个呢，他高我哥哥跟差不多，那就是跟谁谁谁差不多的意思。我们能akam bilan boyi ancha farqlanmaydigan。他跟我哥哥差不多高。他跟我哥哥差不多高。他跟我哥哥差不多高。第四个，小说我喜欢很，看书特别是，那就是 men kitob ko'rishga amroq bo'libmi， 小说deganimiz roman bo'libmi roman。我很喜欢看书。我很喜欢看书，特别是小说。我很喜欢看书，特别是小说。我再说一遍啊，我很喜欢看书，特别是小说。第五个呢，去走路是我上班的，那是什么什么的man minib ishqbarman， 我是走路去上班的。我是走路去上班的。我是走路去上班的。好，这是第二个。那接下来我们来看一下第三个，替换练习。替换练习o'rniga almashtiramiz。这家餐厅看起来很干净。Bu oshxona qarmoqqa noiti pokisgan。好，看起来nima ish qilganmiz？这个人看起来很老。Bu odam qarmoqqa noiti qerigan。妈妈看起来很累。Opam qarmoqqa noiti charchab ketgandek。他看起来很伤心。U qarmoqqa bek ko'ngli yerimday turdi。第二个，当然 albatta， 生病了当然要看医生啊。那 og'rib qolganda albatta doktorga ko'rinamiz。开车当然要遵守交通规则啊。mashina haydaganda albatta qatnash qoidalariga bo'ysunishimiz kerak。
上班当然要准时啊。ishga chiqqanda albatta vaqtida berishimiz kerak. 学习当然要认真呐。那o'rganish qilgan chaqda albatta astoydil bo'lishimiz kerak. 好，第二个练习当然啊。第三个呢，这么shunchilik。你的字这么漂亮，sizning xatingiz shunchalik chiroyli ekan. 你的车这么新，sizniki mashinangiz shunchalik yangi ekan. 你的房子这么宽敞，sizning uyingiz shundoq keng tasha ekan, ozod ekan. 你的学习这么好，sizniki o'rganishingiz shundoq yaxshi ekan. 工作虽然累，不过很开心。虽然不过gerçi munda bo'lsa-mu, lekin amma xizmatim gerçi jafoliq qurishib xizmatdan aytib charchagan bo'lsam-mu, lekin o'zim xushal. 上课虽然累，不过很充实. Ders o'qish gerçi odamni charchatadigan bo'lsa-mu, lekin nihoyatda ma'nilik. 做饭虽然累，不过很有意思. Tamoq etish gerçi odamni charchatsa-mu, lekin qiziqarli. 然后呢，跑步虽然累，yugurish gerçi odamni charchatsa-mu, 不过很健体, lekin salomatlikka bek foydali. 好，第五个，他的英语很好，特别是口语bo'libmi. Tushunami? Uninki inglizcha nihoyatda yaxshi bo'libmi eg'iz tili. 好，他的学习很好，特别是语文. U darsda nihoyatda yaxshi bo'libmi adabiyotda. 他的体育很好，u tantarbiyada nihoyatda yaxshi bo'libmi, 特别是足球 futbolda. 他的厨艺很好，特别是做抓饭. u tamoqqa nihoyatda, u tamoq etishga nihoyatda usta bo'libmi polo etishga. 好，那第三题完了，那同学们会了吗？你做对了吗？第四个，完成对话，还是一样的啊。这个呢，看你自己的。那老师在这里只是稍微做一个示范。那么misal ilib jugali qilib bersak bo'ladi va lekin meniki bilan o'xshash bo'lishingizniki hojati yo'q. 那我们来看一下。我们换新房子了，你要不要来看看？ Biz yangi uy almashtirdik. Kelib ko'rib boqamsiz? 好啊，走debdi. 那你就可以这么说，好啊，走吧，我们一起去看看。那好啊，走，你带我去看看都可以啊，你带我去看看都可以。然后呢，结实debdi. 这房子看起来可真结实。这房子看起来可真结实。那可不，shuni demaymiz, 那就是 albatta. 这可是安居富民房，这可是政府给我们盖的安居富民房都可以啊。房间真不错，又宽敞，采光也好啊。房间真不错，又宽敞，采光也好。对呀，我们还重新设计了卫生间和厨房。对呀，我们还重新设计了卫生间和厨房。然后是怎么布置的都好的都谢谢。不过我还没想好怎么布置。那上面我们就可以说，设计的真好的房间设计的真好。你打算怎么布置呢？他说谢谢，不过我还没想好怎么布置，要不你帮我一起想想吧。那剩下的那同学们自己完成它，然后呢再一起做对话，好吗？那接下来我们呢看一下我们的听力。
听力也是一样的啊，同学们应该是已经听完了的啊，已经听完了的。然后跟老师再看一下第3单元的听力。第一个，你看这花瓶摆在卧室好看吗？好看是好看，但是我觉得摆在客厅可能会更好看。男的建议把花瓶摆在哪儿？摆在哪儿？客厅啊，客厅。厨房的卧室我觉得客厅卫生间应该是客厅，选 C。第2个，老板帮我拿一下那条丝巾，我够不着。老板我好的，是这条颜色鲜艳的吗？不是，是旁边颜色淡的那条丝巾。女的想要哪条丝巾啊？女的想要哪条丝巾？哪一条啊？颜色淡的那一条的，那应该是 A 答案，颜色鲜艳的颜色深的颜色花的颜色淡的那答案应该是的答案。你的新房子还缺什么？电视机、洗衣机、电冰箱都买好了吗？那 televisor 洗衣机、冰箱该买的都买了。拎包入住就可以了。那下面哪一项对话中没有提到？电视机，电视柜，洗衣机、电冰箱那所以第3题的答案应该是 B 啊，应该是 B。第4题，这种洗衣机怎么这么贵？你们洗衣机，这是全自动洗衣机，不全自动洗衣机感，几十年的老牌子，那就这个质量好，便宜的也有，您可以去那边看看。那这段话最有可能发生在什么地方？那你买洗衣机的地方是哪里吗？你看啊 ，A 商场 ，B 家里 ，C 咖啡店，D 图书馆，肯定是在商场啊。第5个，据说这家店的饭菜很好吃。远近闻名。确实没得说。那男的认为这饭菜怎么样？所以应该是很好，选择 B 答案。那同学们，你们都这个做对了吗？第6题，说一说描述下图中房间的陈设的。那么我来是就是你们能把那同学们有没有说出来呢？比如说啊，床两侧啊，床的两侧有2个床头柜，2个床头柜吧。床头柜上面啊有台灯，床头柜呢台灯吧，然后床的正上方啊，挂着一幅墙面上呢挂着一幅画，然后这个是床画上面画上面有一个小射灯
nurni chechib turadigan chiraqni 射灯 deymiz. 有一盏小射灯。然后这边是床的对面，床对面，那墙上呢，他们弄挂着电视机啊，挂着电视机，然后电视机下面是一个电视柜，不是电视柜吧？电视柜上面摆着一些花瓶，那电视柜弄花瓶了，那它是不要对，摆着一些花瓶。好，那也能来说床弄床上面铺着被子是吧？还有这个整整齐齐的摆着枕头。那yastıqni rədd qılıb düzüb qoyapdı desek buludu.那aşıqның yanında kimşikap bakan desek,门的旁边就是衣柜deseniz buludu. Işqılıb Әмме yerine özünüz yani bir qıtım danjımı bayan başını 大概给你们举了一下 öz ara bir-birsinglarga deb beringlar. 好，那第7个猜字谜 әмүшті пішмақны табалаватқан болғымыды. 1加1 1加1 qaysiga chiqdi? 王点hadda. 1加1最简单的了，王点hadda. İkincisi就千言万语。千言万语. Bilemezsiniz, muşu dersninki yeni sözlerge qarang, şu yeni sözlerдің içindeki çoğun bir söz muşu şu. Na onda olsa qaysı söz? Go deyen hatta. Qarang, çü aldığı bir dal çü, keyniga bir dal du, çü du gipicik. Na gipicik olsa ne buldu? 千言万语 buldu. 所以千言万语的答案应该是什么呢？ Go 啊 Go。好，那今天的这个练习我们讲完了，接下来我们一起来看一下我们的文化小贴士，中华10大国粹啊，10大国粹。那好，那diqqatimiz ekranda bo'lsin。中华10大国粹。 Junghuaның 10 cho'ng davlat madaniyat javhari。 书法，中国的书法有5种基本字体：篆书、隶书、楷书、行书、草书。 Birinchi xattatliq. Jungo xattatliqi 5 xil asosiy xat nusxasidan tarkib topgan bo'lib, ular juanshu, lishu, kayshu, shingshu, soushudan iborat. 武术，中国传统武术有着悠久的历史，是中国劳动人民在长期的社会实践中不断积累和丰富起来的一项宝贵的文化遗产。 Ikkinchi chambashchilik. Jungoning an'anaviy chambashchiligi uzoq tarixga ega bo'lib, emgakchi Jungo xalqining uzoq ijtimoiy amaliyot jarayonida uzuksiz beyitgan va mollashtirgan bir turlik qimmatlik madaniyat merosi. 中医，中医是中国的传统医学，望、闻、问、切4诊法是中医辨证论治的基础。 Üçüncü, Jungyi tibabati. Jungyi tibabati Jungoning an'anaviy tibabatidir. Qarash, anglash, so'rash, tomir tutishdan iborat 4 xil diagnoz qo'yish qonuniyati bo'lsa, Jungyi tibabatidagi kasallik alomatlarini to'liq kuzatib, to'g'ri diagnoz qo'ygandan keyin davolash ilib berishning asosidir. 京剧，京剧是中国5大戏剧之首。京剧角色早期分为生、旦、净、丑、杂、武、流7行，以后归为生、旦、净、丑4大行。 To'rtinchi, Jingju teatri. Jingju teatri Jungoning 5 cho'ng teatri ichida birinchi o'rinda turadi. Jingju teatri dastlabki mezgilda Sheng, Dan, Jing, Cho, Za, Wu, Liu qatorliq 7 obrazga ayrilgan. Keyin Sheng, Dan, Jing, Cho qatorliq 4 cho'ng obrazga yig'inchoqlangan. 丝绸，丝绸是中国的特产，是一种用蚕丝织造的纺织品。 5. Yipak. Yipak Jungoning alohida mahsuloti bo'lib, yipak bilan to'qilgan to'qilma. 茶，茶是中华民族的国饮，
种茶、制茶、饮茶都起源于我国。 6. Çay. Çay Cunhua milletining davlat ichimligi. Çay terish, çay yasash, çay ichishlarning hammasi davlatimizda barliqqa kelgan. 瓷器，中国是瓷器的故乡，举世闻名的中国瓷器是中国古代文明的象征，是中华民族的伟大创造和发明，也是中华民族的文化瑰宝。 7. Farfor buyumlar. Jungo farfor buyumlar yurti. Dunyoga mashhur bo'lgan Jungoning farfor buyumi Jungoning qadimki madaniyatining simvoli va Junhua millatining ulug' kashfiyoti hamda Junhua millatining madaniyat go'hari. 中国象棋，中国象棋是中国棋文化的代表，集文化、科学、艺术、竞技于一身，不但可以开发智力、启迪思维、锻炼辩证分析能力和培养顽强的意志，而且可以修心养性、陶冶情操，因此深受广大群众的喜爱。 8. Jungocha shaxmat. Jungocha shaxmat Jungo shaxmat madaniyatining vakili. Shaxmat madaniyat, fan texnika, san'at va mahoratni o'ziga mujassamlashtirgan. Aqliy iqtidorni echish, tafakkurni qo'zg'atish, dialektlik tahlil qilish iqtidorini cheniqtirish va qaysar irodani yetildirish rolini o'ynab qolmasdan yana o'z-o'zini kamolatga erishtirish va xarakterni tavlash aloyidaliklariga ega. Shunga keng xalq ommasining yaxshi ko'rishiga erishgan. 剪纸，剪纸是中国民间传统的手工艺术。 9. Qog'oz qiymichiligi. Qog'oz qiymichiligi Jungoning an'anaviy qo'l hunar san'ati. 刺绣，刺绣是在织物上绣制的各种装饰图案的总称。苏州的苏绣，湖南的湘绣，四川的蜀绣，广东的越绣各具特色，被誉为中国的4大名绣。 10. Kashtichilik. Kashtichilik to'qilma ustiga kashtilangan har xil bezaklik naqshlarning umumiy atalishi. Suzhouning Suzhou kashtichiligi, Hunanning Shangshu kashtichiligi, Sichuanning Shushu kashtichiligi, Guangdongning Yueshu kashtichiligi o'zgacha aloyidlikka ega bo'lib, Jungodagi 4 cho'ng kashtichilik degan nomga erishgan. 好，亲爱的同学们，今天的内容我们就上到这里了。那都会了吗？然后文化小贴士都知道了吗？掌握了吗？那我们今天的作业呢，就是预习第4单元。我们下一期再见。